Penaltilar. Next time they shine your light in the sky, Nohaq penaltilar desa bo'ladi. To'g'risi bu videoni olib qanaqadir tarafkashlik qilmaslik kerak, просто tan olish kerak. Nohaqliklar bo'yicha qilingan bu video. Shu penaltimi shu? Penaltidan urgan gollari bor deyman. Messini qarang endi. Yiqilmaydi u. Mana nima uchun Messining o'yinlari yoqadi. Mana futbol taraflama aytyapman, hozir srazi boshlanadi kommentariyada. Unaqa edi, bunaqa edi, Messi, pes. Mana shu videoning o'zi javob. Boshqatdan qaytarib ko'ringlar kerak bo'lsa shu videoni. Messining muxlislari bo'lsa, Barselona muxlislari bo'lsa, просто подписка.